texnikimizni o'stirib, shatliq qo'rig'idagi toshqonlarga taqobil turishimiz uchun tunigan kechdan boshlab guruhimizdagi barliq a'zolar har kuni 23 soat fan madaniyat bilimlarini o'rganadi. Sharmizsa. Sizlar kun bo'yi ko'ktat o'g'irlashdan boshqani bilmaysizlar, texnika deganni bilmaysizlar. Shatliq qo'rig'idagi toshqonlarni mag'lub qilish uchun xo'jayinlarlashtirgan yig'ilishlarni hepsini cho'qib o'g'irlaymiz. Oy, bu pasan chiroyli ekan. Men uningga amroq sepgan chiroyli emas. Men buni ko'rib boqaylik. Ömrümde bunday chiroyli narsani ko'rib boqmagan. Bo'ldi, mushum uyg'unish bo'ldimi? Sizlar uyg'unish qilmay to'rdan nos etyapsizlar-da. Bo'pti, uyg'unish qilganlar hisob bo'lsin. Xo'jayin, siz bizni o toshqonlarga taqobil turish uchun uyg'unish qilinglar dedingiz. Biroq kitob bo'lmag'achqa to'rdan bir necha kitob setib oldik. To'rdan setib olsa ishonchdikmi? Xo'jayin, to'rdan setib olish qulaylik. Har qanday narsani setib olib bo'ladi. Biz boya to'rdan bizga kerakli kitob setib oldik. Xo'jayin, qarang, to'rdan setib olish mushunday qulaylik. Biz setib olgan kitoblar ketdi. Bu sizlar to'rdan setib olgansizlarga kerakli kitoblarmi? Oldinib qopdi. Yana mening ko'z bilan ko'gili, qo'l bilan tutqilib bo'lgan choramni ishlatanglar. Xo'jayin, kitoblarning hammasini tashlab atdi. O'rganganning foydasi yo'q. Meni aldayman demay davomli o'rganish qilish. Bir ishqa hayronman. Sen nimishqa har kuni to'rdan narsa setib olasan? Desam bo'lmaydi. Uning ichida nima bor? Acha bizmi ko'rib boqaylik. Bu degan maxfiy. Ha, demisang bo'pti. Ishchi quruq emas-tu. Anlagansan, kichik quruq emas. Xo'roz, anglasam ba'zilar to'rdan kitob setib olibdi. Kelgandan keyin qarsa ichidan kesak chiqibdi. Undaq emas-tu. Menmi boshqalardan anglagan. Seni demidim. Bi, sen tek Jesse bolalarning o'yinchoqni o'ynayapsan. Dinozavr polvon, sen meni oldab po'sliqimni ichib etding. Dinozavr polvon bilan o'ynamayli, u aldamchi ekan. Uni elib nima qilasan? Yiroqdan tizginlash texnikasini tadqiq qilyapman. Bak yomonkan, yuqori texnik tadqiq qilyapsan. Asli menmi bilmaydim, oz-ozdan o'rganyapman. Mendan yaxshi ekansan, mendan bilimli ekansan. O'tqash meni maqtadi, o'tqash meni maqtadi. Yuqori texnika. Bak tasga. Qağa, sen bilan bir ishni maslahatlashay degan edim. Men bilan maslahatlashmoqchimi? Bugun nima kun? Bilmayman. Bilmamsa, amsi bugun kun qayoqdan chiqdi? Bilarman, tez chiqib bugun kunning qayoqdan chiqqanligiga qarab baqa. Bizning qog'i bilmaydi ekan. Ammo qaramasammi bilaman. Emas tezroq demamsa. Bugun kun shimoldan chiqdi. Shimoldan? Bu mumkinmi? Sen hamisha yolg'on aytirgansan. Yolg'onchi, bugun kun sharqdan chiqibdi-ku. Nimaga kulasizlar? Kun sharqdan chiqibdi, ishlarimizga qarab beqinglar. Amaliyotda sendan boshqa hammalar bilamiz. Xo'jayin yo'q chog'da qog'ini gapini olishimiz kerak. Amaliyotda hammalar o'xshash xizmatchi. Demisanglarmi, nima o'ylayotganinglarni bilaman. Sizlarmi shu? To'rdan shatliq qo'rig'idagi toshqonlarga taqobil turishning eng o'yinli usulini izlamoqchi bo'layman. Xo'jayin bizni fan madaniyat bilimlarini o'rganinglar dedi. Qachongacha o'rgandigandimiz? Toshqonlar bizga taqobil turmasimi? Biz charchab o'ladigan o'xshaymiz. Qaranglar, bu usullar bilan shatliq qo'rig'idagi toshqonlarga taqobil turg'il bo'ladi. Bularning hammasi eng odatli usullar. Buning ichida yana nihoyatda yaxshi bir usul bor. Bu usul bilan eng oson muvaffaqiyat qozonamiz.
Qarag'am demak bek qoralkanda cho'qim asqatidi. Bu eng oson muvaffaqiyat qozonadigan usulmi? Bu balalar o'yin chiqqan bu. Hozir behi to'ridan o'yin chiqib kap setib olyotdi. Qoyilman, bunimi biladigan. Bo'ldi, endi biz bir ishni muzokara qilaylik. Kulishga bo'lmaydi, a? Rost gapni desam, xo'jayin mening taklifimga qo'shilgan. Nima degan payzi dahshat qo'ralkan bu. Bi, tez kelib yordamlash, ko'tiramayli qoldim. Dinozavr polvon yana qandoq mahorat o'rganyapti? Tez bo'l. Tez bo'l. Man, gitay dedi. Oy. Sening bundoq yomonlig'ingni o'ylamabdiman. Voyjon. Bi, bu narsalarning hammasi seninkan. Sen nimishqa mening narsalarimni olasan? Men sendan so'rab boqaysan, nimishqa meni adresimni yozasan? Xato yozib qo'yibdiman. Bu yerda qaysinglar bor? Boshroq. Bu yerda hech kim bo'lmasa, boshroq gap qilganning nima foydasi? Hay, nima qilyapsan, hamoqa? Tez bo'layli, qachongacha ovar bo'lamiz, qo'sqin bakli ichib ketdi. O'lgin keldimi? Bu degan dahshatli bomba. Ilim yaxshi ta'lim barkan portlab ketmadi. Amisi tezroq bombam sen qo'y, zerikdim. Mening kechki tomoqni vaqti yegim yo'q. To'xta deyman. Bombani texsanmidin? Hamoqat. Tez to'xtat. Hamoqat. Men emas, men tegmadim. Tezginakni bas. To'g'ri bassam. Hey! To'xtat, qalaymi qatbassan? To'g'ridan mal setib ishonchsiz desam ishonmaysan. O'yinchiq bekab buzuqkan, endi qandoq qilamiz? Bi, nimandoq ko'p setib olding? Xato yozib qoptiman, asli birini olay degan. Bi, birini yozaman deb 100ni yozib qolmagansan? Dinozavr polvon to'g'ri deding. Voy. Piko, to'xta! Piko! Chapayimizga chiqish bo'lgan Bu benim pikaplari go. Bombani sep qo'y, behiga ag'ash kessin. Bilarman, nimaning farqi bir narsa ko'yganda qiladi. Po'jani asqada ehtiyot qilinglar.